Assalomu alaykum birodarlar, mana avtobus yana 3-si, Bekoboddagi 3-si. Buni hop motor miyalarini yechib tashlab, yangicha motor miyaga qo'yamiz mana. Miyalari eski miyalari. Puskachalar bilan. Hop. Ishda turadi, buniki miyasi bitta turagan ekan. Hop, o'ziniki mana. Katta motor. Kamida 15-18 kilovat atrofida chiqadi. Keyin mana o'zini akkumulyatorlari qanaqa bo'lgan? Mana bunaqa akkumulyator bo'lgan, og'irdan og'ir. 6 voltli akkumulyator. 8 voltlimikan, 6 voltli akkumulyatordan bo'ladi. Xuddi shuni 6 voltli ham bor. Juda og'ir bo'ladi, lekin ancha yil xizmat qiladi-yu, qimmat lekin. Endi hozir biz mana akkumulyator qo'yganmiz, mana litiyonning, litiy fosfatning. Ana. Masalan, akkumulyatorlar qo'yiladi. Bunga zadnimiz, bunaqa zadnimiz. Motor miyalarni ham bir ko'rsataman, ulab yurg'izib. Shunaqa narsalar. Любой texnikani yurg'izsa bo'ladi. Faqat hammasiga qunt, aql, keyin sabr, toqat, keyin finans masalasi bo'yicha ham ozgina kerak bo'ladi. Finansi bularniki daragoy udovольствие, lekin bitta qilinsa ancha yil xizmat qiladigan narsa.